Assalomu alaykum, hurmatli dehqon bobolar. Xo'sh, bugun sizlarga paxtadagi o'sha vertitsilyoz vilt, fuzaryoz vilt haqida bir ozgina ma'lumot bermoqchiman. Bu yil juda ham vilt kasalligi juda ham ko'payib ketdi, yoki mana shu paytgacha bu yerda ko'pchilik tanimagan Navbahordan, Navoiy viloyati Navbahor rayonidan juda ko'pchilik hozir fermerlar murojaat qilib boshladi. Samarqanddan juda ko'pchilik fermerlar murojaat qilib boshladi. Endi asli Buxorodan, Qiziltepadan, Qashqadaryodan fermerlar bilan ishlar edik. Endi o'sha paxtada, g'allada o'sha kasalliklar bo'yicha, oziqlantirish bo'yicha. Xo'sh, shu yil hisobida juda ham ko'payib ketdi murojaat. Eminna sporagin o'sha viltga kasallikka ishlaydi. Sporagin, plantasin, baktamin 3 ta preparatni beryapmiz. Bularning ikkitasi oziqlantiruvchi, ya'ni biostimulyator, rivojlantiruvchi. Bittasi plantasin ildizni, baktamin tana bargga, o'sha biozot. Hamma biladi, ko'pchilik biladi buni. Sporagin chisti biofungitsid. Eminna vilt kasalligiga ishlaydi. Fuzaryoz vilt bo'ladimi, vertitsilyoz vilt bo'ladimi? Ikkalasiga ham ishlaydi. Endi bu to'g'risida nima uchun ma'lumot bermoqchiman? Bitta suluchi bitta shunaqa holat bo'lib qoldi. Navbahor tumanida Sverdlov mahalla fuqarolar yig'inida bir fermer xo'jalikka berdik, ishlatdi. O'zlari ishlatgandan keyin o'sha plantasin, baktamin, sporagin hozir videosini ham qo'yaman, oxirigacha ko'ringlar. Videosi ham bor, o'shada olganman, syomka qilganman. Sepdi, ishladi. O'sha barga tushib qolganlari qayta paxta o'zidan barg chiqarib rivojlanish boshlandi. Lekin qarang, 20 kunlar o'tgandan keyin yana so'lish boshlandi. Ya'ni o'sha vilt kasalligi yana qayta qo'zg'adi. Shunda fermerda bizga ozgina xafa bo'lib gapirdi. Bu preparatingiz mana ishlaydi dedingiz, ishlamadi. Shunaqa ma'noda gap qildida. Qaranglar, sizlar bir narsani tushuning. Vilt kasalligini ko'pchilik davolab bo'lmaydi degan gaplar ham bor-da. Masalan, bu preparat sporagin shunday narsaki, nima qildingiz? Sepdingiz, to'xtadi kasallik. Bu degani qayta kasal bo'lmaydi degani emas bu. Kultivatsiya qilgandan, masalan, yerni kultivatsiya qilgandan keyin ildiz ozgina jarohatlanishi mumkin, uzilishi mumkin, shilinishi mumkin. O'sha yara ochiq qoladi. O'sha joydan yeringizda fuzaryoz zamburug'lari ko'p bo'lsa, kasallikni qo'zg'atuvchi, ular o'sha kiradida yana zararlaydi. Shu tomonlarni ham o'ylash kerak-da. Masalan, doktorga borib davolansangiz, sizga aytmaydiki, bo'ldi, kasalni davoladik, endi o'lguningizcha kasal bo'lmaysiz demaydi-ku, to'g'rimi? Yana qaytalashingiz mumkin-ku. Shunday narsada, shuning uchun shu narsani biroz aytib qo'yayin dedim. Chunki ko'pchilik fermerlar o'ylaydiki, shu bir marta sepaman, preparatni bo'ldi, qutulaman. Yo'q, kasallikdan birdan qutulib bo'lmaydi. Shuning uchun sizlardan e'tiborlaringiz uchun shuni yetkazib qo'yayin deyapman. Agar kasallik yana bo'layotgan bo'lsa, albatta повторно yana qayta sepishlaringiz kerak. Iloji yo'q, boshqachasi yo'q. Mana Turkiyadan kelgan mutaxassislar mana Samarqandda yurib ekan, fermerlarga aytayapti, vilt kasalligining davosi yo'q deyapti. Vilt kasalligini davolash mumkin, faqat yerdan yo'qotib bo'lmaydi. Yerda u kasallik bor, o'sha patogen zamburug'lar bor, uni yo'qotish muammo. Shuni aytayapti. Ya'ni siz davolaysiz, yana kasallik yuqishi mumkin. Bunda nima qilishimiz kerak degan savol bo'ladigan bo'lsa, bu agrotexnika o'sha yor qilish, yerni dezinfeksiya qilishni aytmaymiz, chunki dezinfeksiya qila olmaysizlar, hech kim qilmasa kerak, menimcha. Shuning uchun sizlarga eng yaxshi variant havo isiganda o'zi o'tib ketadi. Lekin mana havo salqin kelsa, nam ko'paysa, o'shanday holatlarda fuzaryozga qarshi kurashishga o'sha sporaginni ishlatsanglar, 10 litr xlorlanmagan suvga, endi gektarga 2 litrdan bu hozir teplitsaga o'tib ketyapmiz. Teplitsada shunday hisoblanadi. Gektarga 2 litrdan sporagin qo'shib sepasizlar 1 gektar joyga. Suv sarfi shart emas. Qanaqa bo'lishi 100 litr, kimdir 200 litr sepadi, kimdir 300 litrgacha sepadi 1 gektarga. Lekin o'sha 2 litr dozasi. Uni agar kasallik ko'p bo'lsa, zararlanish vaqtida ko'p bo'lsa, 3 litr, 4 litrgacha ham qo'shish mumkin. 1 gektarga 3 litr, 4 litr ham sepsa bo'ladi. Undan tashqari yana o'sha plantasin, baktamin degan preparatlarni qo'shib ishlatish bu o'simlikni ham stressdan chiqaradi, ham ildizni rivojlantiradi, quvvat bo'ladi. Ya'ni tezroq tuzaladi, tezroq o'zini tiklab oladi. Shuning uchun bu ikkita preparatni ham qo'shishni biz aytamiz. Hozir endi videoni ko'ringlar, hozir qanaqa holat bo'lganini o'sha videoga qarab ham bilib olasizlar.
Marib bilan mana bir sira ishladi to'xtatdi mana. To'xtatdi, lekin qaytadan yana anab ketdi-da. Bildim, ha. Buni hozir nima qilaylik, ko'rsataylik-da, hozir aniqlashtiramiz buni. Nimaga? U lekin oldindan bir so'raganimda aytuvdi. Qaytalashi mumkin. Yerda agar kuchli, agar zararlanish bo'lsa mana nimadan, zamburug'dan deyapti-da. Mana bular ham shunaqa. Bu yerga baktamin, plantastin spor ekan sepilgan yer. Uchalasi ham sepilgan. Paxtani yaxshi rivojlanish zo'r deyapti. Faqat mana 20 kundan keyin yana повторный mana qurish bo'lyapti ekan.